Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçülər. Yaxşımsızlar? Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına həmminglar xoş gəlibsizlər. Mən İftixar Abdurşid. Bugün seyşənbə. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Yaqında Argentina prezidentligiga saylangan Javier Milei'ning tashqi ishlar ministri Argentinaning Beijing yetakchilik qilayotgan kesak davlatlar guruhiga qatnashmaydiganligini bildirgan. Xitoyning yetakchiligidagi Rossiya, Hindiston, Braziliya, Janubiy Afrika qatorliq davlatlarni o'z ichiga olgan kesak davlatlar guruhi Xitoy tarafidan G'arb demokratik davlatlarga xiris qilish uchun qo'llanayotgan bir xalqaro guruh bo'lishdek ta'sirat paydo qilib kelayotgan edi. Amerika ovozi radiosining xabar qilishicha, 10 dekabr Argentinaning tashqi ishlar ministrlik vazifasini boshlamoqchi bo'lgan Diana Mondino tarafidan o'tgan hafta e'lon qilingan bu qaror Argentinaning vazifadan ayrilish oldidagi burungi hukumatning Beijing bilan yaqinlashish siyosatida jiddiy burilish ekanligini ko'rsatdi ekan. Xitoy raisi Xi Jinping o'tgan hafta Javier Mileiga xat yozib, uning kesak davlatlar guruhidan ayrilmasligini iltimos qilgan bo'lsa-mu, ammo Javier Mileining Xining xatiga qaramay kesak davlatlardan ayrilishni qaror qilganligi qayd qilinmoqda. Javier Milei prezidentlik saylan mezgilida Xitoyning siyosiy sistemasini qattiq tanqid qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy raisi Xi Jinping o'tgan yil Argentinani shaxsan o'zi kesak davlatlar guruhiga qatnashishga taklif qilgan. Argentinani kesak davlatlar guruhiga taklif qilish rasmiy taklifnomasi mazkur guruhning bu yil 8-oyda Janubiy Afrikada o'tkazilgan boshliqlar yig'inida rasmiy sunilgan. Kesak davlatlarining Janubiy Afrika yig'inida Argentinadan sirt Iran, Efiopiya, Misr, Saudiya Arabiston, Arab Birleşme Xalifaligi qatorliq davlatlarga rasmiy taklifnoma sunilgan edi. Bu qatimliq saylamda Argentinaning burungi Xitoyparast hukumatiga qarshi mutlaq g'alabaga erishgan Javier Milei saylam mezgilida Xitoy hukumatini qotil va erkinlik talab qiluvchilarning peyiga tushgan suiqasdchilarga o'xshatgan. Yaqında Uyg'urlarning an'anaviy kiyimlaridan kamchat tumoq va kashlangan to'n kiyib, Fransiya poytaxti Parij ko'chalarida hamda Parijdagi Louvre muzeyida yurish orqali kishilarning alayda diqqatiga sazovor bo'lgan Uyg'ur ayolning Xitoy bilan bo'lgan munosabati diqqat qo'zg'adi. Xitoy hukumati Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik va madaniyat qirg'inchiligi ilib berish bilan ayblanayotgan bir vaqtda bu 2 yosh ayolning kiyimi Uyg'ur kiyim-kechak madaniyatining go'zalligi va xosligini namoyon qilib, Parij ko'chalarini aylanishi ijtimoiy taratqularda alayda qiziqish qo'zg'agan edi. Biroq Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbinning bu videoni X qatorliq ijtimoiy taratqularda ham bahrilishi, bu videoning maqsadi va bu ikki ayolning Xitoy hukumati bilan bo'lgan munosabatiga qarata savol paydo qilmoqda. Navbatda ijtimoiy taratqulardagi inkaslarda bu videodagi ayolning Xitoy hukumati bilan zich aloqasi borligi, bu video navbatda Xitoy hukumati tashqi dunyoga qarata keng qanot yaydirayotgan atalmish Xinjiangning hikoyasini yaxshi so'zlash harakatining bir partisi ekanligi qayd qilinmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbin bu videoni ijtimoiy taratqularda ham bahrliganda, uningga Xinjiangning an'anaviy kiyim-kechaklari Parijda kishilarning diqqatini tortdi deb inkas yozgan. Uning yozgan inkasi videodagi ayolning Xitoy hukumati bilan bo'lgan munosabatiga qarata savol paydo qilganligi ma'lum. Bu vaqtda stansiyamizning ziyoratini qabul qilgan Dunyo Uyg'ur Qurultayining bayonotchisi va Berlin ishxonasining direktori G'ayir Qurban apandi tövendikilarni ifoda qildi. Menimce bu hiç qabul qilınmaydigan şərməndi və pəskəşlərçi bir qilmish. Növbətdə dünyadakı 10dan artıq parlament Uyğur irqi qırğınçılığını rəsmi etiraf qildi. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı və bir qancha dövlətlərin parlamentləri, tədqiqat organları Uyğur irqi qırğınçılığı haqqında məxsus dokladlarını elan qildi. Bütün dünyada növbətdə Uyğur irqi qırğınçılığı paket olub şəkillənən bir ahvalda turubatudu. Mana şundaq mühim bir vəziyyətdə özününki şəxsi və kiçik mənfəəti üçün Xitayğa setilgan bir qism gumaştılarınki Uyğur irqi qırğınçılığını xunuklaşdırışını xalqımız hərgiz qəbul qılmaydı və keçirməydi deb oylayman. Bu hərgizmi təsadüfi oturğa çıxan bir vəziyyət emas. Xitay hakimiyyəti Uyğur irqi qırğınçılığını başlağandan başlap cümlədən bugünkə qədər bu irqi qırğınçılığını pərdazlaş, yoq çıxırış və xunuklaşdırış yolunda nəhayət sistemlik tirişçiliklarni etkenmekte. Cümlədən bo'libmi yaqinqi bir vaqtlarda dünya miqyosida Uyğur irqi qirg'inchiligi paket bo'lib shakllanganga parallel holda Xitoy hokimiyati o'zining strategiya, tashviqot strategiyasini o'zgartib, vatanga o'zi setib olgan bir qism atalmish jurnalistlar, tadqiqotchilarni maxsus opirib, nazorat holda ularni Uyg'urlarningki saxta reallıqını köstüş ve çeterge çıkıya öz memleketleri qaytib kelgandan keyin ularninki tili orqali Uyg'ur qirg'inchiligini pardozlashga urinib kelgan. Mushumi ana shuningga o'xshaydigan qilmishlarniki birisi
bu qilmish yana degandekidek xalqimiz kechirmaydi va qabul qilmaydi. Amerika hökuməti və bəzi Ғərb parlamentlərinin Xitayni Uyğurlarga irqi qırğınçılıq qilish bilan ayıblashi, shundaqla Uyğur məcburi əmkiga chetishliq mallarni cheklashi yoki boyqut qilishiga qarta Xitoy hökuməti yaqindan beri, bo'libmi Xi Jinpingning bu yil 8-oyda Sharq Turkistonda tuyuqsiz tekshirishda bo'lishidan beri chet elda atalmish Xinjiang hikoyasini yaxshi so'zlash harakatini texim kuchaytgan. Ma'lum bo'lishicha, videodagi Dilraba Yusuf ismli ayol 2018-yili Germaniya o'qishga chiqqan ekan. Onun ilgiri vatanimizdagi va muhojiratga Uyg'ur iste'molchilarga qonunsiz vitamin va chosh o'stirish kampiti setish bilan ayblanib, iste'molchilarning arz qilishiga va qattiq norozilikka uchirganligi ilgari surilmoqda. Dünya Uyg'ur qurultiyi markaz organining stansimizga bildirishicha, 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan Qozog'iston, Qirg'iziston, Kanada, Amerika, Avstraliya, Yaponiya, Turkiya, Germaniya, Angliya, Gollandiya, Norvegiya, Shvetsiya, Belgiya, Shvetsariya, Fransiya qatorliq davlatlardagi 20 dan ortiq shaharda maxsus xotirlash faoliyatlari va norozilik namoyishlari o'tkaziladi. Uningdan boshqa yana xalqaro kishilik huquq tashkilotlari bilan Uyg'ur tashkilotlari 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan birlashma bayonot e'lon qiladi. Shundaqla har qaysi davlatlarning parlamentlarida qurilgan Uyg'ur do'stlik guruhlarining 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan maxsus axborot va bayonotlar e'lon qilishi qo'lga keltirildi. 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan inglizcha, nemischa, arabcha, turkcha va xitoycha tillarda ayrim holda tor muhokama yig'inlari o'tkaziladi. Uningdan boshqa yana Dünya Uyg'ur qurultiyi tarafidan Nyu-Yorkdagi dunyoga mashhur davr, ya'ni Times maydonida 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan video qo'yildi. Xitoy Taliban hukumatining bosh elchisini rasmiy qabul qilib, Afg'onistonda hokimiyatni tortib olgan 2 yildan buyon xalqaro jamiyatning rasmiy e'tirof qilishiga erishalmagan Talibanlarning Beijingda bosh elchi turg'izishiga ruxsat qilgan tunji davlat bo'lgan. Amerika taratqullarining xabar qilishicha, Taliban hukumati o'tgan hafta Beijingning Taliban bosh elchisini qabul qilib, kun sari kuchayayotgan ikki davlat munosabatida muhim bir sayf ochqanligini e'lon qilgan. Taliban hukumatining bayoni Xitoy hukumati tarafidan ta'kid qilinmagan bo'lsa-mu, biroq uning Taliban bosh elchisini qabul qilgan tunji davlat bo'lib qolganligi qayd qilinmoqda. Buningdan 3 oy burun Xitoy Kabulga bosh elchi tayinlanganligini jakarlagan edi. Gerçi Xitoy Kabulga bosh elchi tayinlagan, shundaqla Beijingda turishliq Taliban bosh elchisini qabul qilgan bo'lsa-mu, biroq Xitoy yoki boshqa har qanday bir davlat Taliban hokimiyatini rasmiy e'tirof qilganligini oshkora e'lon qilib baxmagan. Amerika ovozining bildirishicha, Taliban tashqi ishlar ministrligi o'tgan juma kuni e'lon qilgan bayonotida Xitoy tashqi ishlar ministrligi kutum bo'limining boshlig'i Hong Leining Taliban bosh elchisi Asadullah Bilal Karimning bosh elchilik xatini qabul qilganligini aytgan. Bayonotda ta'kidlanishicha, Hong Lei Karimning Beijingga kelishi Beijing bilan Kabulning ijobiy munosabatini kuchaytirish va kengaytirish yo'lidagi muhim qadam deb ko'rsatgan. Taliban qurolli kuchlari 2021-yili Afg'onistonda 20 yildan ortiq hukm surgan demokratik hukumatni ag'dirib hokimiyatni tortib olgan edi. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.